Bular necha pul sotdinglar? Mana yag'a deydimi, nima deydi bularni? 45 ming sotilyapti. 50 mingda 45 ming sotilyapti. Inskilarchi? Inskilar 250 ming. 150. Bu ham sizdan. Bu necha pul? 600. Oltomondanmi? Ya'ni o kattasi kim bo'lsa? Bular o'razi 1 million 200 ming so'm, akalar 1 million so'm. Ikki jo'jasi 400 ming so'm. 300 ming so'm. Bu xo'roz makiyon Aralash. Makoni 100 ming so'm. xo'rozda 150 ming. O'razi 150 ming. Benzindeki. Masa gözü oldu duruptu. Bu necha pul ekan? Uni kattasi. 1 million. Manosichi Gördüğünüz 150 keladi çünkü. Ikkita keladi. O'g'az ekanmi? Semirib ketganga o'xshayapti. Bola bo'lsa qo'lga urilardi. Necha pul deyapti Toshtaqa? Necha pul? Puli? Hammasimi yo? Hammasi. Ha, arzon ekan. Bu nima mana bu o'zi? Hamiyak. Hamiyak. Hamiyak degandan. Oğlum. Puli necha pul bularni? 350 ming. Qanaqasi chiqadi? Jupmi bular nima tog'a? Shu manozi bo'g'oz 1-2 kunda tug'adi. Hamiyak. Pul berishdimi? Pul berishdimi? Beryapti, so'rayapti. 200 ming berishyapti. 220 ming berishyapti. Nomerni aytib olmaysizmi? 93lik 786 50 17. Ha. Mana shu 1-2 kun ichida tug'adi. Ha. Erkak. Bu yerga ekan. Makon. Shunaqami qanchadan? 180 ming o'sha. Ko'tarib ko'ravering xohlaganingizni. Tepasidan ol. Ha, shu ochqo'mo yaxshi ko'rinyapti. Yerti. Aka, foydalanishga olmaganman buni. Bozoringiz bersin aka. Rahmat oling. Nima? Necha pul aka? Ko'rsan ko'raman. 300 mingdan. Yo'q, Tug'yaptimi bular aka? Endi harakat Ayolimiz qachon? Chiroyli olgan yaponlar. yarisi yaponlar aka. Koreys. O'tganlik to'g'ri. Bularchi aka? Xo'roz shekilli ya bular ikkitasi. 100 mingga bo'lsa kerak. Makon necha pul bularni? Ha, shakam. O'raman demoqchidim, so'rabman. Ha, so'rab qo'y. So'rab olsa egasi. O, Dakizovni 70 80ga oldim. Bulardan sotib netdingizmi aka? Yo'q aka, 150, 160 ta qilishyapti. Ha, so'rashyapti. Kamni 78. Kam aka. O'g'liga keling bittaman. Bola uchun beryapti. Ha, bersa qanday bo'ladi? Yo'q. Dilaga hozir bo'lib olaverish kerak. Bilib turib. To'g'risida bilib turib. Makonlari necha puldan edi aka bu? Makonlar 120 dan kami bor. Oyog'ini baylab solamiz balani. 3 tani bolasi aka. Bolasi erkak ekan. Ashula bolalar necha puldan boshlar aka?
Erkeğim. Beş bundan deyapsiz. 70 bindan kam bor ekan. Bolalar. Erkeğim bu qochimi bu nima bu? Qancha kam bor? 180 bor. Qancha bo'lmadi? Menga bir kerak. Kalifdanmi? Qayyor bo'g'ozlari bor? Bo'g'oz o'zim Qayyor bo'g'ozini olsangiz yaxshi. Bo'g'oz bo'lsa nomuringiz ham aytib ketasiz aka. Bo'g'oz bor, tayyor ikkita tayyor bo'g'ozi bor. Mana bo'g'ozi bor ekan. Necha nomeringiz? 97 lik. 97 lik. 501 3101. Manzil qayerda? Quvada. Onalari mana shu. O'zim uyimda mana shu. Aka gruppasiga ham o'tib qo'shilaverar ekan, nima deb yozibdi? Hamidulloh. Mana shular to'nni ota-onalari mana shular. Narxlarni yozib qo'ygansiz bu yoqqa? Yo'q, ota-onalar sotilmaydi-da, ota-onalar tomosha deb qo'yganman o'zida. Menda Ota-onasi bu trastoy uyda borsangiz ham ko'rasiz. Bir trastoy quyon yo'q. Lekin quvvat. Begat keldi. rosa qizni ko'paytirib 70 ta qildim. Ha, kattalar bor, tayyorlar. Bir oy yurardi ekan. Ya katta bozor aka. Ozod deb, bu kurson bo'lib ketsin. Oqa nechi puli manasi? Oldin olmay deyapman. Olib bersin, to'xtab turing. Qo'shmay aka. Qo'y, yana to'xtab turing, do'st, men qarab tur. Bu narsani olib, bu narsani kesasang bo'ladi. Ha, 5-chi, eshitgaringchi. Ha, bilaman, 10 ming sen o'tib ber, 10 ming bu o'tib bersin. Nodirbek. Ha, men beraman 10 ming so'm oshna. Bizni oldim, men sizni ashunda ham tashamadim. Qarzga bermayman, men beraman, dushi beraman 10 ming. Yo'q, bo'lmasa yo'q demang. Ha, men qara. Yo'q, o'zi qolmasin deb men. Panjarga men beraman. Nima? Nodirbek men sizga beraman. Bolani men qara, 40 ming so'mga ber. 10 ming so'mni oldim desin. 10 ming so'mni oldim. Beni ololmayapman. 10 ming oldim desin. Beri. Bering. 240 mingga xursandmisiz? Bo'lsa. Ya men sotdim. Sotdim men aka. Ha. Voy, men qara Nodirbek. 30 ming 40 ming. 240 ming. Ijozat. Urov shundan tushasiz 50 ga so'raymiz. 240. Yanagini ham 50 ga sotaman-da, bo'lmasa nega sotaman? Lekin bola olasiz-da. Bundan biqillatib bitta so'ysangiz bo'ldi tamom. Lekin bola olasiz. 250 ming. Yetib yuradi buni. Ovchi itlar ekan. Nech puldan deyapsiz og'a? Sotim netdingizmi yo pul berishdimi? Pul berishdimi? Kurus qarimi tog'am? Kurus qar? Kurus qarimi? Bilmayman. Qarachi. Hamla. Ishlayapman. Bu yovvoyisi uyda baqilgani bu. Birinchi Yovvoyisi uyda baqilgani. Maki olma bu? 500 mingmi? İnternetda 350 Kami bordir bu akada ham. Yo'q, buni 150 mingga jupa deyapti. Ha. 250 ming o'zini bergani yo'q buni. Talaqalardan ushlaysizmi? Uyda boqasizmi? 250 mingga berdim. 500 ming ekan Makon. Bu itlar. Mana bu ovchi itlar yomon ekan. Maykalardan beri. Ular bilan yuradimi uyda? Qirqib qo'yish kerak uni qanotlar. Ha, yel olmaydi bular. Yovvoyi yetib chiqadi. Bo'lib yotibdi.
Aytdim, mana ovchilarga bir nomer qo'yib ketaylik, bir qiziqqani bo'lsa, aloqaga chiqishi bo'lsa. Nimasiga nomer qo'yadi? Nomeringizni aytib keting-da. Ikkita pitbull iti bor, chiqarib oling. Shunaqa nimaga? 90 ha? 544 544 95 15. 95 15. Neç bundan bular? Bunlar 50'den 1 lira. Malades. Cuma'ya charchamayapsizmi o'zingiz? Bu yo'lni necha pul sotyapsiz? Bu yollar aka 120 ming 130 ming satıyor. Bu cüpe 200 ming sat. Peki. Sizdanmi? Bu necha pul tegishli qo'lga? 100 güçten verilir 100 ming 3'te. 33 ming. Yaxshi odam kelsa yana ham anaqa qilib beraversa. Yana keltirib beraman. Bundan bor bir ya 3000 tane bor. Magan xurad 3000 tane bor. Seriyoz. Seriyoz. Nomer qo'yib ketamiz sizni nomeringizni. Ayting. 50 50 230 230 43 93. 43 93. Mo'ya ham chiqaradi sizga. Chiqaradi bemalol. Qanachani sog' salomat, behijolat. Malonni aytganim yaxshi. Boshi katta emasmi? Makonlar nechi pul? Uchovi nechi pul? Uchovimagan pul berishdimi? Ha, ana ikkoviga 60 dan pul berishdi. Mayka. 80 dan. 20 ming xo'rasi so'radi. Degan pul yo'qsa gap qilmaydi demoqchimi? To'g'ri gapirdim. O'zingizga bo'yib 50 dan to'g'ri gapirgiz deyman. Makonlar yana tuxumi kirar ekan-a? Ikkovi tuxumi kirib qoladi. O'ta. Tuxum yashnaqa hali. 100 kayda? 60 bin, 120 ming, 140 ming, 100 ming deyapti to'g'ri. Cho'g'i. Ha, o'g'lar, necha kiloga kichkina? YouTube'ga. Chiroqlar yaponlar aka. Bular necha puldan aka? Bular 500 deyapti. Bularchi? Bular 3'o 1 million deyapti. Pul berdimi bularga? Ha? Bularga pul berishdimi aka? Ha, keyin 500 ming berdi cho'g'iga. Yana bozoringlar bersin ha. Bo'ldi bo'ldi. Bular urg'ochi erkaklar necha puldan aka? Aka, kattalari 200 dan, kichkinalari 100 dan ekan. Bitta mana katta bor aka 220 ming ekan. Ha. Urg'och aka, 4 kilo yo'shi. Turishi. Bolalarichi aka bular? Champion 8 ta bolasi bor aka, 400 ming deyapman. Ha. Bolalar ustidan sotyapman.